Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizga xush kelibsiz. Bu darsimizda biz vazifa 3 ni ko'rib chiqamiz, ya'ni transformatsiya va chiziqli tinglamalar tizimiga oid olgan bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Eslatib o'taman, hamma offline ma'lumotlarimiz mana bu veb-saytda joylashgan. Siz u yerdan o'tgan mavzularimizni hamda o'tgan vazifalarimizni va vazifalarga oid Google Colab'larga havolalarni ham topishingiz mumkin. Va shu har vazifa bajarishdan oldin sizlarga eslatib o'taman. Avval siz qog'oz va qalam bilan mashqlarni hisoblab ko'rishingizni men tavsiya qilaman. Birinchi mashqimizga to'xtalamiz. Birinchi mashqimizda sizga ikkita funksiya berilgan. Bu funksiyalar vektor oladi, turli xil o'lchamdagi vektorlarni. Birinchi funksiyamiz 2 o'lchamli vektor, ya'ni ikkita elementdan tashkil topgan vektorni oladi. Ikkinchi funksiyamiz esa 3 o'lchamli, ya'ni 3 elementdan tashkil topgan vektorlarni oladi va ular sizga yangi vektor qaytaradi. Ya'ni bu yerda ko'rib turibsiz, birinchi funksiyamiz bitta elementni o'zgartirib qo'yapti, olgan vektorni. Ikkinchi funksiyamiz esa mana bu vektorni olib turib, mana bu elementlardan tashkil topgan vektorni olib, mana bu elementlardan tashkil topgan vektorni qaytaryapti. Sizdan talab qilinadigan narsa bu yerda shulardan qaysi biri chiziqli transformatsiya va qaysi biri chiziqli transformatsiya emasligini aniqlash. Ikkinchi mashqimizda bizga sizlardan talab qilinadigan narsa, sizlar ushbu chiziqli transformatsiyalarga oid matrisalarni yaratishingiz kerak. Ya'ni siljishni Y o'qi bo'yicha siljishni bajarish uchun matritsa yaratishingiz kerak. Y o'qiga nisbatan matritsani yaratishingiz kerak. Aks ettirish uchun mo'ljallangan matritsani yaratishingiz kerak. Siqish, masshtablash va aylantirishga oid bo'lgan matritsalarni yaratishingiz kerakda. Uni berilgan vektorga ko'paytirishingiz kerak. Shunda mana bu siljish, aks, siqish, masshtablash va aylantirish kabi effektlarni mana shu vektorga ko'paytirganimizda olishimiz kerak. Ya'ni bu yerda o'zi tayyor kodni berib qo'yganman. Sizdan talab qilinadigan narsa bu yerga NumPy arrayda NumPy orqali siz matrisalarni yaratib mana bu yerga yozib chiqishingiz kerak. 2 ga 2 bo'lgan. Va natijada mana shu effektlarni olishingiz kerak. Chiziqli transformatsiya effektlarini olishingiz kerak. Mana kodni bularni to'ldirib bo'lganingizdan keyin keyingi kodni siz yurgizdirsangiz, mana bu yerda men o'zi vektorni yozib qo'yganman. Mana shu vektorga siz yozib qo'ygan transformatsiyalaringizni biz ko'paytirsak bu yerda natijada biz bitta vizualizatsiya olamiz bu yerda. Bu kod sizga o'sha effektni tasvirlab beradi grafikada. Va keyingi mashqimiz bu chiziqli tinglamalar tizimini yechishga oid. Bizga ikkita chiziqli tinglamalar tizimi berilgan. Biz ularni turli xil usulda yechishimiz kerak bu yerda. Sizdan talab qilinadigan narsa birinchi chiziqli tinglamalar tizimini Gauss usuli orqali yechish talab qilinadi. Ikkinchi misolimizda esa siz berilgan chiziqli tinglamalar tizimini teskari matrisalar orqali yechishingiz kerak. Ya'ni javobini mana shu ikkita usul orqali topishingiz kerak bo'ladi. Va nihoyat har doimgidek biz vazifalarni mini loyiha bilan yakunlaymiz. Bu mini loyihamizda sizdan talab qilinadigan narsa Leontev kirib-chiqim modeli yordamida iqtisodiy tarmoqlarning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish. Leontev kirib-chiqim modeliga ko'ra bizda tarmoqlar berilgan. Mana shu modelga ko'ra har bir tarmoq o'z mahsulotining bir qismini boshqa tarmoqlarga yetkazib beradi va ishlab chiqarish jarayonida har bir tarmoq boshqa tarmoqlarning mahsulotlaridan foydalanadi. Deylik, bizda masalan qishloq xo'jaligi, sanoat, xizmatlar degan 3 ta iqtisodiy tarmoq mavjud. Har bir tarmoq o'z ishlab chiqarish jarayonida boshqa tarmoqlarning mahsulotlariga ehtiyoj sezadi. Masalan, deylik, bu yerda bizga jadval berilgan. Quyidagi jadvalda biz deylik 1 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarmoqchimiz. Shunda masalan qishloq xo'jaligi 1 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish jarayonida mana shu 001 qismini o'ziga sarflaydi, 002 qismini xizmatlarga sarflaydi va sanoatga hech nima sarflamaydi. Xuddi shu tarzda xizmatlar ham 002 qismini o'zini ishlab chiqargan mahsulotning 002 qismini qishloq xo'jaligiga sarflaydi, 004 qismini xizmatlarga o'ziga sarflaydi va
ishlab chiqargan o'sha mahsulotlarni 0,01 qismini sanoatga sarflaydi. Va xuddi shu tarzda sanoat ham o'z ishlab chiqargan mahsulotlarni 0,04 qismini qishloq xo'jaligiga sarflaydi. Xizmatlarga hech qanaqa o'zini mahsulotlarini sarflamaydi va 0,02 qismini esa o'ziga sarflaydi. Endi bizga mana shu jadval berilgan bo'lsa, endi bizga davlat, ya'ni aholidan bizga talab tushyapti. Yakuniy talab miqdori tushyapti. Ya'ni qishloq xo'jaligidan bizga 100 milliard so'mlik bizga talab bor. Ya'ni shuncha qishloq xo'jaligi shuncha qiymatga ega bo'lgan tovar chiqarish kerak, o'zining mahsulotlarini chiqarish kerak. Xizmatlar esa shuncha 200 milliard so'mga baholanadigan mahsulot chiqarish kerak. Sanoat esa 300 milliard so'mga teng bo'lgan o'zini mahsulotlarini chiqarishi kerak. Endi bizda savol, mana shu berilgan ma'lumotlarga asoslanib biz har bir tarmoq uchun umumiy ishlab chiqarish hajmi qanchaligini aniqlashimiz kerak. Buning uchun bizga Leontev kirib chiqim modeli yordam beradi. Bu modelga ko'ra, masalan, bizda mana bu model orqali, mana bu model o'sha Leontev kirib chiqim modeli deyiladi. Bu yerda x'imiz ishlab chiqarish hajm vektori, y'imiz esa yakuniy talab vektori, ya'ni tashqi talab, a esa bu yerda iste'mol matritsasi. Bu kirib chiqim modelini biz qandoq tahlil qilamiz? Bizda ishlab chiqarish hajmi bor. Mana shu hajm bilan mana bu iste'mol matritsasiga biz ko'paytirganimizda biz o'zimizni ichki tarmoqlararo bo'lgan ichki talabni biz o'zimiz qondiryapmiz. Va plus yana bizga tashqi talab kelyapti, ya'ni aholidan talab kelyapti. Mana shu tashqi talabni ham inobatga olsak, hamma ishlab chiqarganimiz mana shu ishlab chiqarish hajmiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni ichki talab va tashqi talab va bizda qancha talab kerak bo'ladi. Mana shuni topishimiz kerak, x ni topishimiz kerak. Endi buni biz topishimiz uchun bizda ushbu qadamlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Sizdan talab qilinadigan narsa bu proyektni, loyihani bajarish uchun birinchi iste'mol matritsasi va talab vektorini yaratib olishingiz kerak. Ya'ni iste'mol matritsasi bu o'sha jadvalga qarab matritsani yaratishingiz kerak. Talab vektori esa bu o'sha davlat qo'ygan talabni bitta vektorga joylashingiz kerak. Va keyin ishlab chiqarish hajmini ifodalashingiz kerak. Leontev kirib chiqim modeliga asoslanib. Ya'ni a va y yordamida siz x ni ifodalashingiz kerak va oxirida sizda o'sha chiziqli tenglamalar tizimi bo'lib chiqadi. O'shani siz yechishingiz kerak. Endi bu yerda sizdan videoni to'xtatishingizni va vazifalarni bajarishingizni so'rab qolaman. Marhamat qilib videoni pauza qiling va vazifani tugatganingizdan so'ng videoni davom ettirishingiz mumkin. Keling endi birga mashqlarga javoblarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi mashqimizda mana bu ikkita funksiyani chiziqli transformatsiya yoki chiziqli emasligini aniqlashimiz kerak edi. Buning uchun mana buni esga olishimiz kerak edi. Ya'ni funksiya chiziqli transformatsiya bo'lishi uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak. Mana shu ikkita shartimiz bajarilganda funksiyalarimiz chiziqli transformatsiya hisoblanadi. Xo'p, birinchi funksiyamiz chiziqli transformatsiya hisoblanadimi? Deylik bizda ikkita vektor berilgan, mana bu elementlardan tashkil topgan. Shunda biz mana bu birinchi shartimizda mana bu chap tarafini tekshiramiz. Bu degani ikkita vektorni bir-biriga qo'shamiz. Ikkita vektorni bir-biriga qo'shsak, har bitta elementlarni bir-biriga qo'shib chiqamiz va buni funksiya birimizga beramiz. Funksiya birimiz bizga nimani qaytaradi? Bizga mana bu natijani qaytaradi. Endi biz ikkinchi tarafini tekshiramiz. Mana bu shartimizni, birinchi shartimizda bunga ko'ra biz har bitta vektorni birinchi funksiyaga beramizda, alohida natijada mana bu vektorlarni olamiz, ikkita vektorni va bularni bir-biriga qo'shsak, har bitta elementlarni bir-biriga qo'shib chiqamiz degani va natijada mana buni olamiz. Va endi tekshiramiz, chap taraf tengmi o'ng tarafga? Ha, chunki ko'rib turibsiz, mana bu yakuniyda birinchi shartimizda yakuniy darajasi teng ikkinchi shartimizda yakuniy darajasi. Birinchi shartimiz bajarildi. Endi ikkinchi shartimizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz qandaydir songa ko'paytirsak, bu degani biz funksiyamizda avval funksiyamizga vektorni beramizda, keyin o'sha songa ko'paytiramiz degani. Yana funksiyamizda bu yerda vektorda elementlarni
o'sha qandaydir songa ko'paytirib chiqamizda, buni funksiyamizga beramiz. Birinchi funksiyamizga natijada mana bu vektorni olamiz. Agar mana bu sonni endi tashqariga olib qo'ysak, natijada mana bu vektor kelib chiqadi. Mana bu songa ko'paytirilgan vektor kelib chiqadi. Bu esa nima degani? Bu shunchaki mana bu birinchi funksiyaga vektorni berdi, keyin chaqir degani. Ko'rib turibsiz, ikkala shart ham bajarildi. Bu degani birinchi o'sha funksiyamiz chiziqli transformatsiya hisoblanadi degani. Ikkinchi funksiyamizni ko'radigan bo'lsak, yana o'sha shartlarni tekshirib chiqamiz. Birinchi shartimizga ko'ra ikkita vektorni bir-biriga qo'shishimiz kerakda. Natijalarini olsak, yana videoda pauza qilib ko'rishingiz mumkin, hisoblab. Biz natijada mana bu vektorni olamiz. Elementlardan tashkil, mana buni sonlardan tashkil topgan vektorni olamiz va birinchi shartimizda ikkinchi qismini, ya'ni o'ng tarafini ko'rib chiqadigan bo'lsak, natijada biz mana bu vektorni olamiz. Endi tekshiramiz. Birinchi shartimizda chap tarafi o'ng tarafiga tengmi? Yo'q, teng emas. Chunki bu yerda ko'rib turibsiz, mana bu birinchi elementimiz 4 ta mana bu qanaqadir sonlardan iborat. Bu yerda esa bizda qanaqadir ikkita elementdan iborat xolos. Bu degani teng emas. Shunda bizni birinchi shartimiz bajarilmayapti. Bu degani ikkinchi funksiyamiz chiziqli transformatsiya hisoblanmaydi. Endi ikkinchi mashqimizga ko'ra biz matrisalar yaratishimiz kerak edi. Mana bu effektlarni olish uchun siljish, aks, siqish, masshtablash va aylantirish. Bu yerda mana bu matrisalar bilan biz NumPy orqali yozib chiqishimiz kerak edi. Ya'ni lug'atimizni to'ldirib chiqishimiz kerak edi va buni agar bajaradigan bo'lsak, ya'ni Pythonda bajaradigan bo'lsak, mana bu effektni olishimiz kerak edi. Ya'ni mana bu grafikani olishimiz kerak edi. Agar siz to'g'ri yozgan bo'lsangiz, hamma narsani mana shu effektlarni olishingiz mumkin. Mana bu degani ko'kda biz original vektorimizni ifodalayapmiz, ya'ni mana bu x vektorimizni 1 va qizil vektor esa mana shu ustiga qo'yilgan, ustida bajarilgan transformatsiyalar, ya'ni A transformatsiyalar. Endi chiziqli tenglamlar tizimini yechishga keladigan bo'lsak, birinchi Gauss usuli orqali yechishni ko'rib chiqamiz. Mana buning uchun biz koeffitsient matrisani yaratib olamiz va B vektorimizni yaratib olamiz va Gauss usuliga ko'ra biz esingizda bo'lsa matritsamizni kengaytirib olamiz. A matritsamizni mana bu B vektor bilan kengaytirib olamiz. Ya'ni unga qo'shimcha ustun qo'shib qo'yamiz. Va qatorlar mana shu matrica kengaytirilgan matritsamiz ustida qatorlar ustida biz amallar olib borish, amallar bajarishimiz kerak. Qaysi amallar? Masalan, biz qator 2mizdan ayiramiz. 2 ko'paygan qator 1, ya'ni qator 1mizni 2 ga ko'paytirib qator 2 dan ayramizda chiqqan natijani qatorni yana qator 2 ni o'ziga joylab qo'yamiz va qator 1 ni 3 ga ko'paytiramizda qator 3 dan ayiramiz va chiqqan natijani yana qator 3 ni o'ziga yozib qo'yamiz va shunda natijada biz mana bu matritsani olamiz. Endi bu yerda biz nimaga erishdik? Bu yerda biz mana bu birinchi ustundagi birinchi elementdan tashqari mana bu ikkita sonlarni nolga aylantirib olishimiz kerak edi. Nolga aylantirib oldik. Endi bizdan talab qilinadigan narsa bu yerda mana ko'rib turibsiz 5 mana bu diagonalimiz bo'yicha mana buni biz birga aylantirib olishimiz kerak. Buning uchun biz ikkinchi qatorimizni 5 ga -5 ga bo'lib qo'yamiz. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, qator 2 ni -5 ga bo'lyapmiz va natijada biz mana bu matritsani olyapmiz. Ya'ni bu yerda o'sha elementimizni birga aylantirib qo'ydik. Endi bu yerda biz mana shu yerdan biz nima qilishimiz kerak? Mana bu diagonalimizni bo'yicha hamma elementlarni 0 ga aylantirib olishimiz kerak. Bu yerda mana bu -2 ni 0 ga aylantirishimiz kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Ikkinchi qatorni 2 ga ko'paytiramizda, uchinchi qatorga qo'shamiz va chiqqan natijani qator 3 ni o'ziga yozib qo'yamiz. Ya'ni buni mana bu yerda ifodalaymiz. Shunda natijada biz ko'rib turibsiz, mana -2 ni 0 ga aylantirib qo'ydik va mana bu 10 nollarimiz esa 8 to'rtga aylanib qoladi. Endi shu yerdan yana nima qilishimiz kerak? Diagonallarimizda hammasi 1 bo'lishi kerak. 8 ni 1 ga aylantirish uchun biz shunchaki 8 mana shu qatorimizni 8 ga bo'lishimiz kerak. Buni mana bu ifoda orqali ifodalayapmiz.
va natijada nima olamiz? Biz mana bu kengaytirilgan matritsani olamiz. Ya'ni o'sha 8imiz 1 ga aylanib qoldi, 4imiz esa 1 bo'lingan 2 ga aylanib qoldi. Endi mana shu matritsamizni biz nima qilishimiz kerak? Hamma diagonallar 1 bo'ldi. Diagonallardan pastki sonlar 0 bo'ldi. Endi biz diagonaldan tepadagilarni yana javobni topish uchun, osonroq topish uchun mana shu diagonallardan tepadagi hamma sonlarni 0 qilishimiz kerak. Ya'ni 1 -2 -1 ni 0 ga aylantirishimiz kerak. Buning uchun biz keling mana bundan boshlaymiz ustundan. Buning uchun biz mana bu amallarni bajarsak, biz mana bu birdan tepadagi bo'lgan elementlarni 0 ga aylantirib qo'yamiz. Endi oxirgi etapimizda mana bu birdan tepasidagi mana bu birni 0 ga aylantirib qo'yishimiz kerak. Buning uchun shunchaki qator 1 dan ayiramiz qator 2 ni va chiqqan natijani qator 1 ga yozib qo'ysak, natijada mana bu matritsani olamiz. Ko'rib turibsiz, bizga mana bu birlik matritsaga aylantirdi. Endi javobimiz shunchaki mana ko'rib turibsiz. X3imiz 1 2, X2imiz 5 bo'lingan 2, X1imiz esa -1 bo'lingan 2 ga teng bo'lib qoldi. Mana javobimiz mana shu vektor chiqadi. Ya'ni ximiz mana shunga teng. X vektorimiz mana shu elementlardan tashkil topgan vektorga teng. Ikkinchi chiziqli tenglamalar tizimini yechish uchun biz teskari matritsa usulidan foydalanishimiz kerak edi. Buning uchun biz matritsalarni yana yozib chiqamiz, ya'ni koeffitsient matritsasini yaratamiz. Chiziqli tenglamalar tizimiga asoslanib va B vektorimizni ham yaratamiz. Va qoidamizga ko'ra biz mana shu matritsani birlik matritsa bilan kengaytirib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu original matritsamiz va yoniga biz shunchaki kengaytirilgan matritsani birlik matritsamizni yozyapmiz-da, mana shu kengaytirilgan matritsani olyapmiz. Endi mana shu matritsalar ustida biz shunday qator amallarini bajarishimiz kerakki, mana bu tarafimiz kengaytirilgan matritsamizni bu tarafi birlik matritsa bo'lib qolishi kerak. Va agar biz buni bajara olsak, natijada bu tarafdagi kengaytirilgan matritsamizni bu tarafi avtomatik ravishda teskari matritsaga aylanib qoladi. Buning uchun ushbu qator amallarni bajarib chiqamiz. Qator 2 dan -3 ko'paygan qator 1 ni ayirib turib, qator 2 ni o'ziga yozib qo'yamiz. Natijada bu kengaytirilgan matritsani olamiz va mana bu -10 ga bo'lamiz qator 2 ni, natijada mana buni olamiz. Ko'rib turibsiz, endi birlik matritsaga aylanish uchun shunchaki mana bu 2 ni 0 ga aylantirib qo'yishimiz kerak. Buning uchun mana bu amalni bajaramiz va natijada mana ko'rib turibsiz, chap tarafi kengaytirilgan matritsamizning chap tarafi birlik matritsaga aylandi. O'ng tarafi avtomatik ravishda qanaqadir matritsaga aylantirib qoldi. Bu matritsamiz birlik matritsamiz deyiladi. Va teskari matritsa deyiladi. Mana teskari matritsamiz shunga teng. B vektorimiz esa 1 ga teng. Endi x ni topish uchun biz shunchaki teskari matritsani B vektorimizga ko'paytirib qo'yishimiz kifoya va natijada javob 2 1 bo'ladi. Ya'ni chiziqli tenglamalar tizimimizga javob 2 1. Ya'ni ximiz 2 ga teng, y'imiz 1 ga teng. Endi mini loyihaga keladigan bo'lsak, hamma narsani ko'rib chiqqanimizdan so'ng biz qadamlarni bajarishimiz kerak. Bu yerda birinchi qadamimizda biz mana bu jadvalga asoslanib biz iste'mol matritsasini yaratib olamiz va talab vektorini yaratib olamiz. Keyin esa biz x ni mana bu Leontev kirim-chiqim modeliga ko'ra biz x ni ifodalashimiz kerak edi. Bizda x bu yerda noma'lum bo'lgani uchun noma'lumlarni xuddi o'sha maktabda o'rganganingiz kabi bir tarafga olamiz. Tenglamalarni yechishda bu yerda mana bu noma'lumni bu tarafga olamiz. X minus iste'mol matritsasi ko'paygan x teng talab vektoriga. Biz x ni tashqariga olib chiqsak, ushbu ifodani olamiz va mana bu matritsadan biz xolis bo'lishimiz uchun biz buni teskari matritsasiga ko'paytirishimiz kerak. Natijada bu taraf birlik matritsa bo'lib ketadi va tenglamamizning o'ng tarafi mana bu ifodaga aylanib qoladi. Va endi buni shunchaki biz nima qilamiz? NumPy orqali biz I matritsamizni yaratamiz va biz oldin birinchi qadamda iste'mol matritsamizni yaratib olgan edik. Endi biz birlik matritsamizdan o'sha iste'mol matritsasini ayramizda, uni teskarisini topamiz va uni talab vektoriga ko'paytiramiz va natijada x ni olamiz. Ximiz
mana bu vektorga mana bu elementlardan tashkil topgan vektorga teng bo'ladi. Kanalda kuzatib boring, yangi darslarni chiqarib borishda davom etaman. Xudo xolasa, agar darslar yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentlarda izohlar qoldiring va do'stlaringiz bilan urishing. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.